Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizdan mana xarid qilgan akamiz Sharsabizdan Yakkabog'ga liva solgani ketyaptilar ekan. Vobshe bizni traktorni bizdan olgan. Xo'p, ishlar zo'r, malades. Omadini bersin. Mana ancha o'zgarishlar kiritibdi. Mana tomga avarinkalar qo'yishdi, oldiga avarinka qo'ygan, xullas vobshe ideal udar qolishgan. Mana glishtilni ham vobshe mashina qilib mana orqa tomonga tushirib qo'yibdi ekan. Orqaga absolutni to'g'ri temir tosh qo'yilgan. Malades buyursin. Hammaga buyursin mana. Vobshe mashina qolishgan ekan. Kuniga 500 ming kamida bo'lmasa 1 million mana foyda qilyapti ekan. Kelaverasizlar biz do'konda mana shunaqa traktorlarimizdan ko'p. Biz traktorlarimizdan narx 30 million so'm, jatkamiz 7,5 million so'm. Nima deyapti akalar? Ish bilganga 1000 tanga, gap bilganga 2 tanga deydi-ku. Vobshe mashina qolishibdi. Malades. Doy, like'larni bosamiz akalar, ukalar.